Sukunatdagi sir. Ikkinchi qism. Kamron joyida qotib qoldi. Men esa uning ko'zlaridan javob izlayotgandim. Bir necha soniya o'tdi. U nihoyat gapirdi. Kim aytdi senga? Bu savol javobdan ham og'irroq edi. Demak, bu rost. Yuragim qattiq urib ketdi. Demak, bor ekan, dedim past ovozda. Kamron qo'llarini sochlari orasidan o'tkazdi. Dilnoza, men tushuntira olaman. 1 yil davomida aytmagan narsani endi tushuntirasanmi? U indamay qoldi. Xonada og'ir sukut. Bola necha yoshda? Dedim nihoyat. U ko'zlarini pastga qaratdi. 3 yoshda. 3 yosh? Demak, biz tanishgan payti u allaqachon bor bo'lgan. Ko'ksimda nimadir siqildi. Nega aytmading? Kamron asta o'tirib oldi. Chunki men seni yo'qotishdan qo'rqdim. Men achchiq kuldim. Sen tushunmayapsan, yolg'on odamni saqlab qolmaydi. U boshini ko'tardi. Men yolg'on gapirmadim, faqat aytmadim. Bu ham yolg'onning bir turi. U bir necha soniya jim turdi. Keyin sokin, men o'g'limni yaxshi ko'raman, lekin Mohira bilan munosabatimiz juda yomon. U meni hayotida butunlay chiqarib tashladi. Demak, sen bolalarni ko'ryapsan. Ba'zan bu gap yuragimni yana g'alati qildi. U seni yaxshi ko'radimi? Kamron bu savolga darrov javob bera olmadi. Bilmayman, dedi u nihoyat. O'sha payt telefonim yana titradi. Mohiradan yangi xabar. U senga yana bir narsani aytmadi. Men xabarni o'qib Kamronga qaradim. Yana nima yashiryapsan? U hayron bo'lib qaradi. Nima demoqchisan? Telefonni unga ko'rsatdim. U o'qib chuqur nafas oldi. Mohira nima deyapti yana? U senga aytmagan yana bir haqiqat bor emish. Kamron boshini chayqadi. Dilnoza, u g'azablangan. U hamon meni yomon ko'radi. Balki, lekin hozir men ham seni to'liq bilmayapman. U jim qoldi. Men o'rnimdan turdim. Men havoga chiqaman. Dilnoza, kut. Lekin men allaqachon eshikdan chiqib ketgan edim. Tashqarida tun sokin, lekin ichimda bo'ron. Telefonim yana yondi. Mohira yana yozgan. Bu safar xabar juda qisqa. Kamronning o'g'li sen o'ylagan joyda emas. Yuragim tez ura boshladi. Men darrov yozdim. Unda qayerda? Bir necha soniya o'tdi. Keyin javob keldi. U hozir Kamron bilan yashayapti. Men muzlab qoldim. Bu imkonsiz. Chunki men Kamron bilan bir uyda yashayman. Lekin orqamga qaradim. Derazada Kamronning soyasi ko'rinib turardi. Va o'sha payt bir narsa miyamga urildi. Agar bola bu yerda bo'lsa, men nega uni hech qachon ko'rmaganman? Men yana derazaga qaradim. Ichkarida chiroq yonib turardi. Kamron hali ham xonada yurganini ko'rib turardim. Lekin Mohiraning gapi miyamda aylanardi. U hozir Kamron bilan yashayapti. Bu qanday bo'lishi mumkin? Men sekin eshikni ochib uyga kirdim. Ichkarida hamma narsa odatdagidek edi. Jimlik. Kamron oshxonada turardi. Dilnoza, gaplashaylik, dedi u ehtiyotkor ohangda. Men esa u ichiga diqqat bilan qaray boshladim. Birdan nimadir ko'zimga tashlandi. Koridor oxiridagi kichkina eshik. Men bu eshikni ko'p marta ko'rganman. Kamron doim bu shunchaki eski ombor derdi. Lekin bugun nimadir boshqacha. Eshik pastida juda xira yorug'lik chiqib turardi. Yuragim tez ura boshladi. Men eshik tomon bir qadam tashladim. Dilnoza, dedi Kamron ortimdan. Men to'xtamadim. Ikkinchi qadam, uning ovozi biroz qattiqlashdi. U yerga kirma. Men sekin orqamga o'girildim. Nega? Kamron bir necha soniya jim turdi. Keyin asta, chunki men hali tayyor emasman. Bu gap meni yanada g'azablantirdi. Demak, yana bir sir bor. U indamadi. Men eshik tutqichini ushladim. Qo'lim titradi. Dilnoza, iltimos, dedi Kamron. Lekin bu safar men to'xtamadim. Eshikni sekin ochdim. Ichkarida kichkina xona bor edi. Devorda rangli rasmlar, yerda o'yinchoqlar, kichkina karavot va karavot ustida o'tirgan kichkina bola. U taxminan 3 yoshli atrofida edi. Katta ko'zlari bilan menga qarab turardi. Men qotib qoldim. Bola asta dedi. Dada. Orqamdan Kamronning ovozi eshitildi. Dilnoza, men hammasini tushuntirmoqchi edim. Lekin men faqat bitta narsani o'ylay olardim. Bir yil davomida men bu uyda yashadim
va shu uyda yana bir hayot yashirinib yotgan ekan. Bola yana menga qaradi. Siz kimsiz? Ko'ksim siqilib ketdi. Men javob bera olmadim. Kamron esa eshik oldida turib qolgandi. Uning yuzida ayb, qo'rquv va charchoq. Bu mening o'g'lim, dedi u sekin. Xona ichida og'ir sukunat. Men esa faqat bitta savolni o'ylay boshladim. Agar u bola meni yashirgan bo'lsa, yana nimalarni yashiryapti?